Salom do'stlar. Hozir men sizlarga Voxel botidan pul yechib ko'rsataman. Birinchi o'rinda Voxelni tushuntirib o'tsam, bu Voxel tangalarni yig'amiz. Buni qanday qilib yig'amiz? Mana bu yerda har xil predmetlar bor. Shu predmetlarni sotib ton ishlaymiz do'stlar. Ular qanday qilib yig'ishimiz? Sborkaga bosamiz. Начать sborkani bosamiz. Bu yerda har xil sborkalar bor. Pul yechishga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerga bosamiz. Mana bu yerga ton adres qo'yamiz. Memo bo'lsa, memo qo'yishimiz kerak. Agar memo bo'lmasa, shart emas. Summaga balansimizda qancha bor? Menda 0.80 Uzr do'stlar, bot chiqarib yubordi boshqatdan. Bu yerga ton adresimizni kiritamiz. Bu yerga summa qancha yechmoqchimiz? 0.83 ton yechmoqchiman men. 9 mayl. Выводni bosamiz. Mana uspешно bo'ldi. Pul balansimizdan ketdi. Pul tushgandan keyin videoni davom ettiraman. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda Voxel botidan yechgan tonimiz kelib tushdi. Ularni qanday qilib tonga alishtirgan desanglar, kolleksiyamdan bittasi sotilgan mana tovar prodan deb yozilgan. 0.83 tonga sotilgan. Mana men yechgan tonim 839 ton yechildi do'stlar. Hozir kashilogimga kirib ko'ramiz do'stlar, tushibdimi yo'qmi? Kashilogimga ham tushibdi mana 0.79 bo'lib tushibdi. Kashilog ichiga kiramiz. Komissiya 0.05 ton do'stlar. Olib qo'ygan. Komissiyasi bor albatta. Mana do'stlar, 0.789 ton tushgan. Bot to'lovda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like va podpiska bosishni unutmanglar.